Qizajonli endi mini paxlava boshlaymiz. Juda ham mazali bo'lgan, og'izda eriydigan pahlavani siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Bismillohda 550 gram unimizni elakdan o'tkazib, ustiga 250 gram margarin solib, urvoq holatiga keltirib olasizlar. Urvoq qilganda mayinroq urvoq hosil bo'lsin. Bir osh qoshiq razrixlитель bilan vanilinni qo'shib, 4 dona tuxum sarig'i va smetanadan 150 gram qo'shiladi. Xamir qorib olamiz. Xamirimizni juda ham qattiq qormasdan tezgina yig'ishtirib olish kerak. Mushlamasdan xamirni yig'ishtirib olamiz. Endi xamirni 3 bo'lakka bo'lamiz. Bitta bo'lagini kichikroq qilib bo'lib olamiz. Barcha bo'laklarni zuvala holiga keltirib 20-30 daqiqa mobaynida birozgina tindirib olasiz. Mana barcha bo'laklarni tayyorlab oldik. Endi kichik bo'lakni olib, jo'va yordamida listdan bir ozgina kichikroq qilib yoyib, tekislab 10-15 daqiqa mobaynida pishirib olinadi. Endi 400 gram yong'oqni maydalab olamiz. Bu chopperda yoki bo'lmasa jo'vada ham bacharsangiz bo'ladi. Mana maydalab oldik. Endi ustidan 200 gram shakar qo'shiladi va qolgan 4 ta tuxumni oqini qo'shib aralashtirib olamiz. Bir bo'lak xamirni listdan sag'algina oshirib yoyiladi. Endi nachinkalarni ikkiga bo'lamiz va yoyilgan xamir ustiga xamirni chetidan 1 sm qoldirib yoyib olamiz. Ustiga pishgan xamirni qo'yib, bir chekkadan qolgan nachinkani yoyib chiqamiz. Endi 3-bo'lak xamirni juda ham tortmasdan yoyiladi. Xohishga qarab chetlarini ham burib chiqasiz. Mana barchasini burib oldik. Endi tuxum sarig'ini yaxshilab to'yintirib surib olamiz va kerakli razmerda kesib olinadi. Men kichikroq qilib kesib oldim. Juda ham bejirim, chiroyli chiqadi. Ustilarini 4 burchak holatda kesib olib, xohishga qarab yong'oq yoki bo'lmasa pista bodam bilan ham bezatsangiz bo'ladi. Mana pista bodam bilan men ham bezatib oldim. Endi qizib turgan duxovkada 150 gradus haroratda 40 daqiqa mobaynida pishirib olamiz. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ring. Juda ham mazali bo'ladi. Pishgandan keyin ustiga xohishga qarab qiyom yoki bo'lmasa asal surtib olishingiz mumkin. Dasturxonda ham juda ham bejirim bo'lib turadi. Uzoq muddat tursa ham qotib qolmaydi. Albatta retsept to'g'ri tayyorlansa. Yaxshi chiqsa albatta duolaringizda eslab qo'ying.